Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlar pasportni e-kartaga almashtirishi kerakmi? Kimlar majburiy tartibda e-kartaga o'tadi? Kimlar shoshilmasa ham bo'ladi? Qaysi holatda jarima yoki ortiqcha ovora bo'lish xavfi bor? Bu masala faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'p ota-onalarimiz pasport muddati, biometrik pasport, ID karta, doimiy ro'yxat, pensiya va bank kartasi masalalarini aralashtirib yuborishadi. Noto'g'ri tushuncha sabab odamlar navbatda bekorga turadi, ortiqcha xarajat qiladi yoki aksincha kerakli hujjatni vaqtida almashtirmay muammoga duch keladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda misollar bilan kim nima qilishi kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avval fuqarolarda asosan eski namunadagi pasport, keyin biometrik pasport bo'lgan. Ko'pchilik pensiya yoshidagi yurtdoshlarimizda aynan biometrik pasport bor. Bu pasport ko'p yillar davomida ikki hujjat sifatida ham, chet elga chiqish bilan bog'liq ayrim hujjat ishlarida ham ishlatildi. Odam bankka bordi, pensiya oldi, notariusga bordi, kommunal xizmatlarni rasmiylashtirdi, meros ishlarini yuritdi. Hammasida pasportni ko'rsatdi. Keyin tizim o'zgardi. O'zbekistonda ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ID karta joriy qilindi. Ya'ni ID karta bu oddiy plastik karta emas. U fuqaroning shaxsini tasdiqlovchi asosiy ichki hujjat hisoblanadi. Unda elektron ma'lumotlar bo'ladi. Davlat xizmatlari, bank, notarius, tibbiyot ro'yxatga olish, ayrim onlayn xizmatlar bilan bog'liq jarayonlarda qulaylik yaratadi. Eng muhim joyi shuki, hamma odam bir kunda, bir oyda yoki faqat pensioner bo'lgani uchun majburiy ravishda ID kartaga o'tadi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Odatda ID karta bosqichma-bosqich beriladi. Ya'ni pasportingiz muddati tugasa, yo'qolsa, yaroqsiz holga kelsa, ma'lumotlaringiz o'zgarsa, familiya yoki ism o'zgarsa, eski hujjat bilan bog'liq muammo chiqsa, shunda yangi hujjat sifatida ID karta rasmiylashtiriladi. Ayrim holatlarda fuqaro o'zi xohlab ham ID karta olishi mumkin. Pensionerlar orasida eng ko'p tarqalgan savol shunday: men 65 yoshdaman, pasportim muddatsizga o'xshaydi yoki muddati hali tugamagan, baribir almashtirishim shartmi? Men bunga shunday javob beraman. Faqat yoshga qarab, ya'ni pensioner bo'ldingiz, endi darhol ID karta oling degan umumiy qoida sifatida tushunmaslik kerak. Lekin pasportingizning amal qilish muddati, holati, undagi ma'lumotlar va siz qilmoqchi bo'lgan ishlar juda muhim. Aynan shu joyda ko'pchilik xato qiladi. Birinchi guruh pasportining amal qilish muddati tugagan yoki tugash arafasida bo'lganlar. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli otaxonning biometrik pasporti 2024 yil dekabrda tugagan bo'lsin. U kishi men pensionerman, menga hech kim tegmaydi deb yursa, ertaga bankda pensiya kartasi bilan muammo chiqishi. Notarius hujjatni qabul qilmasligi davlat xizmatida ariza qaytishi mumkin. Chunki muddati o'tgan hujjat to'liq kuchga ega deb qabul qilinmasligi mumkin. Bunday holatda otaxon ID karta rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Ikkinchi guruh pasporti yaroqsiz holga kelganlar. Ko'p pensionerlarimiz pasportni yillar davomida yo'lda olib yuradi. Ba'zan ham tegadi, sayfasi yirtiladi, yozuvlari o'chadi, rasmini tanib bo'lmaydi. Masalan, 72 yoshli onaxon bozorga poliklinikaga, bankka doim bir pasport bilan boradi. Pasportning muqovasi ajalib ketgan. Bunday holatda muddati hali bor degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar hujjatdagi ma'lumotlarni o'qib bo'lmasa yoki shaxsni aniq tasdiqlash qiyin bo'lsa, almashtirish zarur bo'ladi. Uchinchi guruh familiyasi, ismi, otasining ismi yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlar o'zgarganlar. Pensionerlar orasida bu kamroq uchraydi, lekin bor. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, ajrashgan, familiyasini o'zgartirgan yoki eski hujjatda ism xato yozilgan. Bitta harfdagi xato ham katta muammo keltiradi. Pensiya hujjati Mavluda, pasportda Mavluda, bankda esa Mavluda deb yozilgan bo'lsa, ayrim tizimlarda mos kelmaslik chiqishi mumkin. Shunda hujjatlarni tartibga keltirish kerak. 4-guruh pasportini yo'qotganlar. Bu holatda albatta yangi hujjat rasmiylashtiriladi. Pensioner odam pasportini yo'qotsa, birinchi navbatda vahimaga tushmasin. Chunki yo'qolgan hujjat orqali firibgarlar foydalanishi mumkin degan xavotir ham bor. Darhol ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki vakolatli davlat xizmatlari yo'nalishiga murojaat qilish kerak. Shaxsni aniqlash jarayoni bo'ladi. Keyin ID karta beriladi.
Beshinchi guruh. Chet elga chiqish, meros, uy-joy oldi-sotdisi, notarial ishlar, bank krediti yoki yirik rasmiy bitim qilmoqchi bo'lganlar. Mana bu juda muhim. Odam pasportim ishlayapti deb yurishi mumkin, lekin notariusda eski ma'lumot. Muddati yaqinlashgan hujjat yoki o'qib bo'lmaydigan pasport sabab ish to'xtab qoladi. Masalan, 7 yoshli ota uyini o'g'liga hadya qilmoqchi. Notariusga borishadi. Pasportdagi rasm juda eski, hujjatning ayrim joylari yaroqsiz. Tizimda ma'lumot tekshirilganda aniqlik kerak bo'ladi. Shunda ish cho'ziladi. Agar oldindan ID karta olib qo'yilgan bo'lsa, bunday jarayonlar ancha osonlashadi. Endi kimlar shoshilmasa ham bo'ladi. Agar pensionerning biometrik pasporti amalda bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, hujjat yaroqli holatda bo'lsa, ism familiyada xato bo'lmasa, hozircha yirik rasmiy bitim qilmoqchi bo'lmasa, u holda ertaga tongda navbatga yugurish shart emas. Lekin men bunday fuqarolarga ham pasport muddatini tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki ko'pchilik pasport muddati qachon tugashini bilmaydi. Hali ancha bor deb o'ylaydi. Qarasa 2 oy oldin tugagan bo'ladi. Bu yerda yana bir misol. 16 yoshli pensioner onaxon har oy pensiyasini bank kartasidan oladi. Pasport muddati 2026 yilgacha. Hujjat toza, rasm aniq, ma'lumotlar to'g'ri. U kishiga hozir shoshilinch ID karta almashtirish kerak deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Lekin 2026 yil kelishini kutib, oxirgi haftada borish ham noto'g'ri. Chunki navbat hujjat tekshiruvi, sog'liq holati, yo'l masofasi kabi omillar bor. Muddati tugashidan oldinroq reja qilish kerak. Yana bir misol, 75 yoshli otaxonning pasport muddati tugamagan, lekin u kishi uyini sotmoqchi. Xaridor topilgan notariusga borish kerak. Bunday vaziyatda men hujjatni oldindan tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki bitim kuni pasport bo'yicha muammo chiqsa, xaridor fikridan qaytishi, kelishuv buzilishi, pul masalasi cho'zilishi mumkin. Demak, pasport masalasi faqat hujjat masalasi emas, hayotiy va moliyaviy masala hamdir. Birinchi nozik masala ID karta chet elga chiqish pasporti emas. Buni alohida aytaman. Ko'p odam ID karta oldim, endi chet elga chiqaveramanmi deb so'raydi. Yo'q, ID karta asosan mamlakat ichida shaxsni tasdiqlovchi hujjatdir. Chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'lishi mumkin. Demak, pensioner farzandlar oldiga Rossiya, Turkiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatga bormoqchi bo'lsa, ID karta bilan cheklanib qolmasin. Safar oldidan qaysi hujjat talab qilinishini tekshirsin. Ikkinchi nozik masala doimiy ro'yxat va yashash manzili. ID karta rasmiylashtirishda tizimdagi ma'lumotlar muhim. Ayrim pensionerlar bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Masalan, otaxon Samarqandda ro'yxatda, lekin Toshkentda farzandnikida yashaydi. Hujjat olish jarayonida qayerga murojaat qilish, manzil ma'lumotlari, ro'yxat masalasi bo'yicha savollar chiqishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin migratsiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan aniq so'rab olish foydali. Uchinchi nozik masala, sog'lig'i sabab o'zi bora olmaydigan pensionerlar. Juda ko'p oilalarda yoshi katta, yurish qiyin, nogironligi bor, yotib qolgan onaxon yoki otaxonlar bor. Farzandlar endi nima qilamiz? Hujjatni qanday olamiz? deb qiynaladi. Bunday vaziyatda vakolatli organlardan qo'shma xizmat imkoniyati bormi? Arizani qanday tartibda berish mumkin? Ishonchnoma kerakmi? Tibbiy ma'lumotnoma so'raladimi? Shuni oldindan aniqlash kerak. Har bir hududda amaliy tartibda farqlar bo'lishi mumkin, lekin asosiy maqsad shaxsni aniqlash va hujjatni qonuniy rasmiylashtirishdir. Farzandlar bu ishni oxirgi kunga qoldirmasligi kerak. 4-nozik masala, jarima masalasi. Odamlar ko'pincha pasport almashtirmasam darhol jarima bo'ladimi deb so'raydi. Men bu yerda ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Jarima masalasi hujjatning muddati, ro'yxatga olish qoidalari, yo'qotish holati, kechiktirish sababi kabi vaziyatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamma uchun bir xil deb aytish to'g'ri emas. Lekin aniq narsa bor. Muddati o'tgan hujjat bilan yurish, yo'qolgan pasport haqida vaqtida xabar bermaslik, rasmiy ishlarni eski yoki yaroqsiz hujjat bilan qilishga urinish muammo keltiradi. Muammoni jarima debgina ko'rmang. Ba'zida odam jarimadan ham ko'proq vaqt, asab va imkoniyat yo'qotadi. 5-nozik masala. Pensionerning pensiyasi to'xtab qoladimi? Bu savol juda ko'p beriladi. Faqat pasport ID kartaga almashtirilmagani uchun darhol pensiya to'xtaydi deb qo'rqitish noto'g'ri. Lekin shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasa, bank identifikatsiya yangilanishi kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki bank tizimida hujjat muddati bilan bog'liq tekshiruv bo'lsa, vaqtincha noqulayliklar bo'lishi mumkin. Masalan, bank yangi plastik karta
berayotganda amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qiladi. Sizning pasportingiz muddati o'tgan bo'lsa, bank xodimi xizmat ko'rsatishni rad etishi yoki avval hujjatni yangilab kelishingizni so'rashi mumkin. Demak, pensiya oladigan odam uchun hujjatning amalda bo'lishi juda muhim. 6-nozik masala eski pasportdagi vizalar, muhrlar va boshqa yozuvlar. Ba'zi fuqarolar eski pasportda kerakli ma'lumot bor deb o'ylab, uni topshirishdan qo'rqadi. Agar sizda chet elga chiqish, eski ro'yxat, nikoh, bolalar haqida avvalgi yozuvlar bilan bog'liq masalalar bo'lsa, hujjatni almashtirishdan oldin mutaxassisdan so'rang. Zarur bo'lsa, nusxa oling, arxiv ma'lumotlarni tartibga keltiring. Lekin hujjatni yashirib yurish yoki yaroqsiz pasportdan foydalanishda davom etish yechim emas. 7-nozik masala firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Hujjat almashtirish mavzusi chiqqanda ayrim yordam beraman, navbatsiz qilib beraman, pulingizni bering, uyda o'tiravering deydigan odamlar paydo bo'ladi. Ayniqsa pensionerlar bunday gaplarga ishonib qolishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Pasport va ID karta masalasida faqat rasmiy organlarga murojaat qiling. Pulni faqat belgilangan to'lov sifatida rasmiy kassaga yoki rasmiy to'lov tizimi orqali to'lang. Begona odamga pasportingizning, telefoningizga kelgan kodni, bank kartangiz ma'lumotlarini bermang. Bir qarashda oddiy yordamdek ko'ringan narsa keyin katta muammoga aylanishi mumkin. 8-nozik masala hujjatdagi rasm va shaxsni tanib olish. Pensionerlarning pasporti ko'p yillik bo'ladi. Surat esa ancha oldingi davrga tegishli. Odamning tashqi ko'rinishi o'zgaradi. Sochi oqaradi, vazni o'zgaradi, kasallikdan keyin yuzi boshqacha bo'lishi mumkin. Bank, notarius yoki chegaradagi xodim shaxsini aniq tanishi kerak. Agar rasm bilan hozirgi ko'rinish o'rtasida juda katta farq bo'lsa, ID karta olish amaliy jihatdan foydali bo'ladi. Birinchi qadam, pasportingizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Ko'pchilik bu ishni qilmaydi. Muddati qayerda yozilganini topolmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan yoki mahalladagi mas'ul xodimdan yordam so'rang. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqin oylar ichida tugasa, reja tuzing. Ikkinchi qadam, hujjat holatini tekshiring. Sayfalar butunmi? Rasm aniqmi? Yozuvlar o'qiladimi? Suv tekkan joy yo'qmi? Muqova ajralmaganmi? Agar hujjat yaroqsiz holatda bo'lsa, muddatini kutmasdan murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlar mosligini tekshiring. Pasportdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, pensiya hujjatlari, bank ma'lumotlari, kadastr yoki notarial hujjatlardagi yozuvlar bilan bir xilmi? Masalan, bitta hujjatda o'g'li yozilgan, boshqasida o'g'li, uchinchisida otasining ismi tushib qolgan bo'lsa, bu kelajakda muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa meros, uy-joy, yer, bank omonati, sud yoki notarial ish bo'lsa, yozuvlar muhim. 4-qadam, qayerga borishni aniqlang. Odatda ID karta rasmiylashtirish uchun migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilinadi. Hududingizdagi tartibni oldindan telefon orqali yoki rasmiy manbalar orqali so'rab oling. Ayrim joylarda elektron navbat, ayrim joylarda oldindan yozilish bo'lishi mumkin. Pensioner odamni tong sahardan olib borib, kun bo'yi navbatda qiynalmaslik uchun avval ma'lumot to'plang. 5-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Eng avvalo amaldagi pasport yoki mavjud shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganligi bo'yicha murojaat tartibi bo'ladi. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, FHDYO hujjatlari, sud qarori yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Men har doim maslahat beraman. Borishdan oldin asosiy hujjatlarning nusxalarini tayyorlab qo'ying, lekin rasmiy talabni aniq joydan bilib oling. 6-qadam, to'lov masalasini aniqlang. ID karta rasmiylashtirishda belgilangan davlat boji yoki to'lov bo'lishi mumkin. Miqdor vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun eski eshitgan gapga ishonmang. Qo'shnim falon pul to'lagan degan ma'lumot har doim ham bugungi kunga mos kelmaydi. Rasmiy kassada yoki rasmiy elektron to'lov orqali to'lang. Chekni saqlab qo'ying. 7-qadam, agar pensioner o'zi bora olmasa, oldindan yechim izlang. Farzandlar shunchaki otam yura olmaydi, shuning uchun hujjatsiz yuraveradi demasligi kerak. Migratsiya bo'limidan ko'chma xizmat, ishonchnoma tibbiy holatni tasdiqlash. Vakil orqali ma'lumot olish imkoniyatlarini so'rang. Ba'zi ishlarni farzand boshlashi mumkin, lekin shaxsni aniqlash bosqichida fuqaroning o'zi ishtiroki talab qilinishi mumkin. Buni oldindan bilsangiz, ham vaqt, ham asab tejaysiz.
8-qadam. ID kartani olgandan keyin ma'lumotlarni tekshiring. Kartani qo'lga olishingiz bilan ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHR, manzil, boshqa asosiy ma'lumotlarni diqqat bilan ko'ring. Xato bo'lsa, mayli, keyin tuzataman demang. Darhol o'sha joyning o'zida ayting. Chunki xato ma'lumot bilan bankka, notariusga yoki pensiya bo'limiga borsangiz, yana ortga qaytishingizga to'g'ri keladi. 9-qadam. Bank va pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni yangilash zarurligini tekshiring. ID karti olganingizdan keyin ayrim banklarda shaxsiy ma'lumotlarni yangilash talab qilinishi mumkin. Masalan, pensionerning eski pasport seriya raqami bank tizimida turgan bo'ladi. Yangi ID karti olingandan keyin bankka borib ma'lumotlarni yangilab qo'yish foydali. Bu keyinchalik plastik karta almashtirish, omonat yechish, pensiya tushumi yoki mobil ilova bilan bog'liq muammolarni kamaytiradi. 10-qadam. Hujjatni ehtiyot qiling va begonalarga bermang. ID karta kichkina bo'lgani uchun yo'qotish osonroq bo'lishi mumkin. Uni telefon g'ilofiga solib yurish ham xavfli. Telefon yo'qolsa, hujjat ham ketadi. Uyda alohida joyda saqlang, ko'chaga kerak bo'lganda olib chiqing. Nusxasini alohida saqlash mumkin, lekin asl hujjatni hech kimga garov sifatida bermang. Endi men pensionerlar va ularning farzandlari uchun 3 ta oddiy hayotiy vaziyatni yana bir bor tushuntirib beraman. Birinchi vaziyat, onaxonning pasport muddati 2028 yilgacha. Hujjat yaxshi holatda. Pensiya kartasiga pul tushyapti. Uy-joy oldi sotisi yo'q. Bu holatda vahima qilish kerak emas. Lekin muddatni yozib qo'yish, hujjatni ehtiyot qilish, rasmiy yangiliklarni kuzatish kerak. Ikkinchi vaziyat, otaxonning pasport muddati allaqachon tugagan. Lekin u pensiyasini hali ham olayotgandek. Bu odam hozircha yuribdi-ku deb o'tirmasligi kerak. Ertaga bank kartasini almashtirish kerak bo'lsa, yoki notariusga borsa muammo chiqadi. Darhol ID karta rasmiylashtirish masalasini boshlash kerak. 3-vaziyat. Taqibin yoshli bo'yi yotib qolgan, pasporti eski farzandlar meros yoki parvarish bilan bog'liq hujjatlarni rasmiylashtirmoqchi. Bu eng nozik holat. Farzandlar avval mutasaddi organlarga murojaat qilib, uyga chiqish xizmati yoki maxsus tartibni so'rashi kerak. Hujjat masalasi hal bo'lmasa, keyingi barcha ishlar to'xtab qolishi mumkin. Yana bir muhim maslahat. Mahalladagi gap so'zga emas, rasmiy ma'lumotga tayangan ma'qul. Hamma pensionerlar falon sanagacha almashtirishi shart ekan. Almashtirmasa pensiya berilmas ekan. ID karta olmaganlarni jarimaga tortarkan kabi gaplar ko'pincha bo'rttirilgan bo'ladi. Har bir holatda pasport muddati, hujjat holati, fuqaroning vaziyati va amaldagi tartib muhim. Men ekspert sifatida shuni aytaman, eng to'g'ri yo'l. Hujjatingizni tekshirtirish va kerak bo'lsa oldindan harakat qilish. Demak, hurmatli yurtdoshlar, pensionerlar faqat pensioner bo'lgani uchun vahima bilan ertaga ID kartaga yugurish kerak degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Ammo pasport muddati tugagan, hujjat yaroqsiz, ma'lumotlarda xato bor, pasport yo'qolgan, notarial yoki bank ishlari rejalashtirilgan bo'lsa, ID karta masalasini kechiktirmaslik kerak. ID karta ichki shaxsni tasdiqlovchi zamonaviy hujjat. Lekin chet elga chiqish uchun alohida pasport masalasini ham unutmaslik zarur. Bugun uyga borgach yoki hozirning o'zida ota-onangizning, buvingizning, bobongizning pasport muddatini tekshirib qo'ying. Bu kichik ish ertaga katta muammoning oldini oladi. Agar sizda pasport almashtirish, ID karta olish, pensionerlarning hujjatlari bo'yicha savollar bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning hududingizda qanday holatlar bo'lyapti? Navbat bormi? Qanday hujjat so'rashdi? Tajribangizni ham yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilani ortiqcha ovora. Xarajat va xavotirdan saqlab qolishi mumkin.